Qancha bo'ladi? Maktab, universitet. Maktabda. Maktab, universitetga tortmasa kerak. Tortgan, endi o'zim voz kechganman. Nega? Og'irroq u yoqda mas'uliyat juda ham kuchliroq. Yoshimni aytmayman. Yo'q, yoshini so'raymiz. Ajoyib. Hozir chiqib olamiz. Necha yil tugatgansiz? Hisoblashib bilamiz. Necha yildan ishlaysiz maktabda? Kamaytirish boshlagan. Nimadan dars berasiz? Musiqa, xoreografiyadan, dutordan. Maktabda. Rahmat. Demak, oddiy maktab emas, musiqaga ixtisoslashtirilgan. Prezident maktabida. Prezident maktabida musiqa raqslar o'rgatiladimi? Men boshqacha o'yladim. Seriyozli odamlar chiqadi deb o'yladim. Prezident maktabida seriyozli odamlar o'qiydi deb o'yladim. Qarshi chalishni siz o'rgatasiz deb onda. 10-11 navrida yaxshi bo'ladi, 7-8 yilni bo'ladi. Baribir o'sha etapdan o'tgansiz demoqchiman-da. Hammasi yaxshi xullas. Bolalar bilan yaxshi chiqishaman, chem odamlardan kattalar. Asosiysi nima? Asosiysi xoreografiya. Wow. Zo'r. Bolalarga qanaqa raqs o'rgatasizlar? Ana to'ylarda o'ynaydigan. Tanlasa. Siz sertifikatingiz bormi universitetda? Yo'q. Yo'q. Mumkin emasmi? Mumkin, aka. Menga mumkin. Familiyalarni so'ramaysiz-ku balki qo'shimchalar. Mumkin familiyadir balki. Lekin kollektivni tan olish kerak. Hamma narsa pulga bog'liq emas. Masalan, sizlar ham boshlaganingizda menimcha jamoa bo'lib birlashib, qanaqadir qiyinchiliklardan o'tgan bo'lsangiz kerak. Bizga hali ham pul berishmaydi. Pul bizani dunyoda ham meni ushlab turgan narsa pul emas. Bizga aytishadi, pul odamni buzadi deyshadi. O'shanga ishonamiz. Bitta chet ellik o'qituvchilar ham bor-da. Bor. Ular bilan qanaqa kommunikatsiya qilasiz? Ingliz tilini bilasizmi yaxshi? Bilaman, zo'r emas. Bu ularga gapimni yetkazib tushuntirib, yetmaganiga harakat bilan, xoreografiya bilan tushuntirib yetkazib beraman. Ketdi, obedga chiqamiz, lamoyingiz. Siz qanaqa tushuntirasiz? Odatda ular bilan obedlanmayman. Yo'q. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizlar do'stsizlar, menimcha. Tanish. Tanishmi, do'stmi? Tanishib keyin do'st bo'lganmiz. Ismingiz? Ahror. Qiyin ism ekan men uchun. Lekin yaxshi ism. Men o'zim uchun qiyin. Do'stingiz ismi? Siroj. Sizlar qiyin ismlar yig'ilib birga keldinglarmi bugun? Sirojaga nima ish qilasiz? Oxirgi qilayotgan ishimni aytaymi yo hozirgacha qilib kelgan ishimni aytaymi? Yo'qmi? Keyin qiladigan ishingizni ayting. Shu paytgacha qilgan ishingiz anaqami? Bemalol aytsa bo'ladigan ishmi? Qarang, biz Turkiyadan hid olib keltiramiz. Nima olib kelasiz? Hid. Yetdim toshga aynib ketdi qanaqadir. Yo'q, yaxshi hid lekin u. Yaxshi. Nima degani u hid? Ana Turkiya Hid olib kelish qanaqa bo'ladi? Liboy qattiq hidni chuvsiz chiqsangiz, o'zgarishdagi hid sizlarning kishilar. o'zi bunda olib qaraganda bizlarga emas, Sergelida turaman-da. Esimdan chiqib ketgan hid borligi sizga sezilsa kerak. Men o'tganimda bilib sezaman-da. Siroj deyman. U Yo'q, u nimaga ishlatilinadi? hayronman mana. Bitim degan hid ekan. Bitim degan hid ekan, xullas menga obrazец yuborishdi. Bitim degan yaxshi hid bo'lsa kerak deb ochib hidlaganimni bilaman, prям. Yaxshi hidmas ekan, aldashmisiz. Hididan ajrata olasizmi odamni yaxshi yomonligini? Hididan? Endi fokus hammada har xil, fokus bilan qilib bo'lmaydi, uni yaxshi yomonligini bilib bo'lmaydi. Bitta joyda ishlaymiz. Birga hid olib kelasizlar. Yo'q, hid olib kelamiz. Bu akam mendan katta. Bular ishlab chiqarishga javob beradi, ishlab chiqaradi bular. Bitta ishlab chiqaradi. Yo'q, hid emas. Ya'ni men olib kelgan hiddan, misol uchun sizlar ishlatadigan sovun, parashok, gel, mana shunaqa narsalar bor, tozalovchi vositalar. Misol uchun oranglarda bitta odam bo'lsa ham havasdan sovun yoki bo'lmasa gel olib ishlatib ko'rgansizlar, to'g'rimi? Mana shu bolaning qo'lidan o'tadi. Bittasini ushlab chiqishingiz shartmi? Ishonmaysizmi? Ko'rganda yetadi. Ajoyib. Maylimi, oxirida esimdan chiqib ketishi mumkin. Bugun kelganim uchun hammaga rahmat deyman, chunki Ramazon oyida og'iz ochgandan keyin nimagadir hafsala qilish uncha odam qo'ldan keladi. Kelganinglar uchun kattaroq rahmat. O'zingizga bitta qarshi chiqarib qo'yamiz. Zo'r, rahmat. Assalomu alaykum. Xo'sh, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tuzumsiz. Ismingiz? Abdujalil. Abdujalil. Buni bo'larkanmi? Yaxshi ismlar. Aytsa bo'ladigan ismlar bor ekan. Kim bilan keldingiz? O'rtog'im bilan. O'rtog'ingiz bilan. Ismlari nima? Shohruz. Bu qiyin. Bu qiyin ekan. Abdujalil bilan gaplashamiz. Men Abdujalil bilan gaplashamiz. Shoh bilan gaplashamiz.
Nima ish qilasiz? Man studentman и logistman. Logist qarshi chalinadigan kasbmi? Даже o'zlari kulyaptilar sizlar. Qarshi chalasiz. Hozir nechi pul topishni esa siz qarshi chalasiz. O'zingiz bormagan joylarni qanaqa tushuntirasiz? Men qozongan deb. Yolg'on gapiraman. Yolg'on gapirasiz. O'zida ham ishlayapsiz. Qaysi universitetda o'qiysiz? Sharqshunoslik, Vostochka. Vostochkada. Vau. Zo'r. Qanaqa sharqshunoslikni o'qib logist bo'lasiz? Da endi sharqshunoslikda o'qib boshqa ish topa olmasligimga ko'zim yetdi-da. Nega u sohani tanladingiz boshidan? U sohaga kira olganman. Qaysi sohada? Falsafada. Falsafa bu bizning institutning eng oxirgi fakultet. Bundan asosan logistga chiqadi. Sizni nimangiz? Universitetingiz. Bizda paytda qiyinroq edi. Hozir okangiz nima ish qilayotganlar? So'rasa, Da bizda ko'p bunaqa. Bunaqalar ko'p. Bunaqalar ko'p. qaysi til sizda? Arab. Shohrizadan so'raylik. Da, Siz qayerda o'qiysiz? Mikrofon bor. Sharqshunoslik. Kursdoshmasmisiz? Yo'q. Qaysi fakultet? Men xorijiy mamlakatda iqtisodiyotda o'qiyman. Ana Bo'lagan, logist bo'lsangiz bo'ladi. Yo'q, men logist emasman. Hozir Ispaniyada universitet bor, o'shalarni personalniy yordamchisiman. Ispaniyadagi universitet degan, papi bo'ladi. Papi bo'ladimi shunda? Papi? Okey. Qanaqa universitet? Qanaqa topgansiz uni? U yoqda network Yoshlar kattami? Yoshlar 78 ga kirgan. Wow. Senga qoladi hammasini topdim. Ispancha ham bilish kerakmi uning uchun? Siz nima ishini qilasiz o'tda? O'tda. Ularni bu yoqdagi biznes hamkorlari bilan, misol uchun sheriklari bilan kontakt o'rnatib, bu yoqdagi ishlarni hal qilib turaman. Nima ish qilishadi ular? O'zbekistondan Jizzax bilan Namangandan Kaperberis degan narsa chiqadi. Ispaniyaga, Turkiyaga eksport bo'ladi. Hozir narsa? Yeydigan narsa. Hidi bormi? Hidi bormi? Hidi bor. Sho'rbodirangga o'xshaydi. Kabulmi? Kabul. Kabulmi? Ha, xuddi o'zi. Ko'lmi? Kabul. Sizlar qayerdan bilasizlar? Men bilmaydigan narsani. Men bilgan. Nima? Qayerda ishlaydi? Challenge boshlanadi. Salatlarga qo'shishadi, keyin baliq salat yemayman-da. Ko'lmi deng. Shunaqa. Salat yemayman. Siz yeyingiz. Okam yemaydi. Okam yemaydi sizga. Siz ham yemaysizmi? Yeb ko'rganman, yoqmagan. Bo'l shunaqa. O'zi go'dadan bilyapti. Salat. Qo'rqmasman. Ikkinchi tilingiz ispan tilimi? Ikkinchi tilingiz ispan tilimi? Yo'q, ikkinchi tilim ispan tili emas, o'zi koreys tilida o'qiyman. Ingliz tilini bilaman, ispan tili ham zo'r emas, bilaman. Qanaqa gapirasiz? Koreys tilida Ispan gapirasiz. tili aralash ingliz tili. Ispan tili aralash ingliz tili. Ya'ni o'zbekcha. Yo'q, inglizchani yaxshi bilishadi ular. Yosh bo'ldi, qani? Bugun nechasiz? 22 ga kirdim bugun. Bugun tabriklaymiz. Inson qanchalik baxtsiz bo'lishi kerak, tug'ilgan kunini biz bilan o'tkazish. U ham mayli, bitta o'rtog'im bilan kutyaptimda. Bilaman? Kamaga bu bilan. Nima yo'qmi? Boshqa Ispaniyada yo'q yoqtirgan insoningiz yo'qmi? Qiz bola. Qiz bola edi. Aniqdish. Ispaniya bilan ishlayapsiz, biz bilmaymiz qanaqa. So'q olmadingizmi hali? Yo'q, yoqtirgan qizim yo'q hozircha. Nega hozircha? Nimaga ishonyapsiz? Keyin bo'lishiga. Ziyda bo'ladi. Yo'q, Xitoyga qarshi bo'lish Xitoy kerak. bilan biznes qilish kelajakda magistraturamni ham o'sha O'shaning uchun koreys tilini bilasiz. Koreys tili endi bu Ispanlar bilan ishlayapsiz, o'zingiz. Bir xil baribir hammasi sizlar hozir. men Koreya iqtisodiyotida o'qiyman-da, koreys tilini biladi degani emas, endi bilaman, zo'r emas. Bu nima deydi, til o'rganish ham hobbi degan. Nima? Universitet lekin menga nima deydi, networking bergan, qanaqadir, misol uchun hozirgi ishimga kirishim uchun ham universitetdagi yo'q. Mana do'stingiz bor shunday. Da? Keyin misol eng yaqin do'stingizmi universitetdan? Ha, hozircha. Hozircha. Umid qilaman, yaxshiroq bo'ladi hali. Qanaqa tanishgansiz? Bitta kursda o'qimasanglar. Fayda o'tirgan bo'lgan, просто olmay o'tirib qolganmiz. Kofe ichib o'tirgan. Zerikib o'tiring, nima qolasiz? Bugun tug'ilgan kunim. Keyin siz borgansiz. Qanaqa bolalar qanaqa tanishish mumkin? Yo'q, просто
bir xil tema ketib qolgan. Qanaqa tema bo'lishi mumkin? Bitta qiz chiroyli ko'ringan. Kerakligi. Zo'r ekan, zo'r ekan deb. Bu hozir elga tegan. Sizlarga emas. Lekin dars o'tasizlar. Dard birlashtiradi ularni. Yo, lekin shunaqa o'qituvchilar bor bizda. Ha, o'qituvchimidi u? Da, yosh o'qituvchilar bor. Bor, bilaman. Hozir chiqadimi? Xitoy bo'ling. Yo'q, sizlarni yuzingizni ko'rmaydi. Ovozingizni eshitish mumkin. Bijir-bijir. Ovozingni bijir-bijir qo'yamiz, xo'p. Bo'ldi, rahmat. Rahmat kelganingiz. Savol yozinglarmi? Savollar bor, savollar. Zo'r. Rahmat kattakon. Kim savol yozib bo'ldi? Hamma yozib bo'ldi. Ya gaplashinglar. Kimlar bor yana gaplashamiz deganlar? Bungacha savol yig'ib tursa bo'ladimi? Birinchi Kelingsiz. Siz mikrofon ham shartimiz ekan sizga. Eshitdingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz futbol bilan nima bog'liqligingiz bor? Kasbiy shunaqa jurnalistsizda menimcha. Jurnalistman. Jurnalist bo'lishimga futbol sababchi bo'lgan. Men o'zi futbol esladim o'zi. Keyin futbol tomonlama ketolmaganim uchun sport jurnalisti bo'lishga qaror qilganman. Futbolni qanchalik yaxshi o'ynadingiz yo qanchalik yomon o'ynadingiz jurnalist bo'lib ketganingizdan keyin? Jurnalist bo'lganimdan keyinmi? Ya'ni ayni vaqtda? Yo'q, oldin futbolist bo'lgansiz, o'xshamagan, keyin jurnalist bo'ldi, shunaqa? Ha, shunaqa. Qaysi O'xshamaganligiga ota-onam qarshi bo'lishgan, futbolchi bo'lishim. Sandan futbolist chiqmaydi deyishgan. Yo'q, o'qi o'g'limni grammani so'kishga qolmasdan deyishgan. Yaxshi sudya bo'lmabsiz futbolda. Degan zo'r bo'ladi. Sportga qiziqqanligim uchun Irlandda ko'rib qolganman, mana shunaqa sport bo'lyapti deganimni. Bunga kelganimdan keyin u yoq bu yoqdan eshitdim, ochiq mikrofon bo'ladi, boshqa shoular bor. Ochiq mikrofonga chiqaman deb niyat qilgandim, bu cho'zilib ketdi. Buni sababi boshqa shoularni ko'rib o'zimga ideya bo'lmadi. Hozir oxirgi bir oyda stabil birorta shouda qoldirmay kelayotgan bo'lsam, deyarli men bu yerda bir yarim soatlik ideya bor telefonimda. Hazillari. Bittasini o'qib. bittasini ayting. Yo'q, bunda mana. Yulduzni tug'ilishini ko'ramiz hozir. Mana teslagan. Yo'q, yulduz tug'ilishini ko'rgan ikkinchi odam bo'lasiz. Maktabdan ketishim bilan zo'r bo'lib ketdi, boshidan kelaman. Bunaqa. Bog'chaga borganda bormi? Hali hazır bo'lmadi. Sizlarda ham shunaqami? Bog'chadan ketishinglar to'ppa-to'p. Ket. Bog'chadan ketishinglar bilan zo'r bo'lib ketganmi bog'cha? Unaqa bo'lmaganmi yo'q? Ha. Menda shunaqa, misol uchun bog'chaga borganman, bog'chaga 5 oyligimda chiqqanman, hali emizikli vaqtimda. Chunki onam o'qituvchi bo'lganlar, maktabda ishlardilar-da. Maktab bog'chamiz yonida edi. Bog'chadan 1-sinfligimda ketgan bo'lsam, 2-sinfligimda bog'cha prям wow edi. Keyin maktabga chiqdim. Maktabda 11 yil o'qigan bo'lsam, juda qoloq maktab edi bizniki. Maktabdan ketishim bilan yana 1 yildan keyin wow, qasr bo'lib ketdi. Qarang, shunaqa bo'lgan. Javizdan zo'r komik chiqadi. Yo'q, bunda men boshqa komiklardan farqli jihatim jurnalist. Kuldirmayman deng. Gap. Hamma qilgan ish qilmayman men. Stand-upga qiziqasiz. Stand-upga chiqmoqsiz. Shunaqa. Demak, qirg'izga ham chiqqanman o'zi. Qirg'izda chiqasiz. O'zida chiqqan. Qaysi komanda dedi? Liderlarda. Liderlar bu qayerdiki? Toshkent davlat texnika universiteti. Finalga chiqdi shu. Bo'ldi. Birinchi marta. Siz yo'ligingizda. Liderlarni Qatnashgan. Men borlagan uchun. Ha, bormidingiz? Zo'r. Sizda qanaqa dard bor? Stand-upda dard kerak-da. dard deyaptilar. Dard bor. Ismlarda dard bo'lishi kerak. U anaqa emas, bunda ota degan dard emas u, boshqa. Anaqa degan dard. Qalb degan. Yurakdagi dard. Shunaqa desa o'zi ikkinchi sekundga qolmasdan faqat futbol keladi hayolim. Dard degan. Komanda esa Real bir kipe mi yotib faqat? O'zim futbolchi bo'la olmaganim. Nimaga? Nima sabab bo'lgan futbolchi bo'la olmasligingizga? Uydagilarim Nima deyishdi? yaxshi bo'lishgan. Ular Meni o'g'lim shug'ullangan, lekin futbolchi bo'lmaysan deyishgan. O'qishing kerak, diploming kerak menga deyishgan. Zo'r o'ynaysiz futbol. Menimcha ko'rishganda o'yingizni. Просто qattiq botmasin o'g'limga deyishgandi. Yo'q, men mahallani komandasida ham bor edi. Mahalla komandasida o'ynardim. Mahallani komandasiga kirish qiyin emas shekilli. Mahalla Ko'pto'ga bo'lsa kiradi lekin. Otabek. Endi men zakovatchi ham bo'lganman-da, aka. Atak qarang, mendaqa ham bilaman, quloqni g'imillatib aka. Levitatsiya qo'lingizdan keladimi? Yo'q. Ko'rmagansiz. Uydingizda o'xshatasiz.
O'zi oldin Nilufar edim deb boshladi. Uyingga o'xshab berishmagan. Bo'lmasa bo'lmoqchi edim oxirigacha. Ismingizni bilmasdim. Profilingiz nomi? Mister Tog'ayev. Blogerlarga qilaman. Ha, o'sha tushundim. Sport jurnalistini hammasi bloger. Zanu gapi bilan tushungan ekansiz. 40 xona oz deganni men uchun tushungansiz. Endi hozir asosiy maqsad blogimni rivojlantirmoqchiman. Instagram. Otabek Tog'ayev agar qaysidir kerak emas profilingiz bo'lsa, podpislashib qo'yinglar. Podpischikingiz nechta? 50 mingta. Gap yo'q. Yo'q, mandan ko'p ekan. Zo'r, 50 mingta bo'lsa. Ikkalamizdan ko'p ekan. Siz qancha? Siz qanaqa ko'targansiz uni? 50 mingtaga. Sizda qancha podpis? Bilmayman. 8 mingta shu. Meniki bilan 8200 ta bo'ladi. 50 mingta qanaqa qilgansiz? Men intervyu olaman faqat. Mashhur odamlar. Boshqalarni Mashhur odamlardan o'sha intervyu olasiz. eng uchayotgan, eng mashhur odamingiz kim? Birinchi o'rinda Mirzahakim To'xtamirzayev, ikkinchi o'rinda Xayrullo Ahmedov, uchinchi o'rinda Davron Fayziyev. Sportdan tashqari odamlarni olasiz. Mashhur deganni tushuntirib, Teacher Azam misol uchun. Nimaga mashhur deb Mashhur odamlar. Mashhur odamlar bormi? Teacher Azam, Mashhur odamlar bormi? Nozim Safariy, Artistlar bormi? Konsta. Artistlar bormi? stand-upda omad. Hayajonlanibsiz o'zi. Gapirganingizcha. Все. Qani cho'r. Janonaga Mana. Все. Bo'ldi. qani cho'r desam, jonon san chaqiryapti deydi. Oyligingiz oshdi. Qanaqa proyekt topshirdingizmi? Proyekt topshirdim, birdaniga uchali tushdi. Plus qo'shimcha proyekt edi. Uchali tushib olamiz. Nima dasturchi emas, association bor. Undan tashqari qo'shimcha proyekt topshirdim. Birdaniga associationni 3 oydagi tushdi menga. Ya'ni 3 million. Qancha? Yo, zo'r, qancha? Ну, 1,5-2 ming orasi. 1,5-2 ming orasi. 3 oylik uchun. Kammi? Ну, xo'p. Nega xursand bo'ldim? O'tgan shouda kelgan odamni ko'rsangiz boshqacha ощущение bo'lar ekan. Bu safar to'g'rilasa kerak deb kelgansiz. Bu safar yaxshiroq bo'ladi. Siz o'zi 2 yildan beri yuribsiz-ku? 3 yil. 3 yil bo'libdi. Bular. Men endi keldim. Men 3 yil. Qo'sni adashmang. Ha? Ну, u kishi haqida gapirib o'tirdim, siz tiqildingiz keyin. Ha. Ana. Hozir ko'nglingiz olmaydi. Men просто razmet pasada shuning uchun. Men malol. Nimaga mikrofon berasiz? Oldingi safar ko'rgandingiz, gaplashgandingiz. Yaqin. Abdurahim faqat sizga savol berishdi. Tanishadingmi? Bu Izzatilla, stand-up komik. Bot kuzatuvchi bo'lib ishlaydi. Hamma botini berganlar kuzatildi. Oldin ham aytgandim bu hazil. Men har doim aytaman. Chunki xatda ishlatishim kerak. Boshqa ishlataman. Siz o'ngga yurasiz, siz chapga yurasiz, chiqish eshiklar orqada deydilar. Ket siz savol. Abdurahim aytdi, oldin sizni faqat YouTube'da ko'rganman, keyin telefonda ko'rdim. Endi jonli ko'raman. Ha, kattaroq ekansiz deb. Kim savol? Oldin o'taganimiz kerak. Ha. Zo'r. Kichkina ko'rib tasavvur qilamiz. Kichkina, ha? Telefonga sig'at deb o'ylagansiz. Zotoy, nima bu savollarmi bular? Bu anaqa emas, duo so'rab yozmanglar. Savol so'ranglar. Men erkaklar kech qolishim. Erkaklar nabarat punktualniroq ayollarga nisbatan. Yo'q. Siz vaqtida bo'lasiz hammayapti. Wow. Hozir kelishdingizmi? Hozir kelishmanda yo'q-da. Nima sabab bo'ldi? Gap boraman. Kesamiz. Boshdan savol bering. Nima sabab bo'ldi? Qatida men xato qildim. Qanaqa bilan qaror keldingiz? Birdaniga kelish. Gap bo'ldi boraman hozir. Siz qo'ydingmi yana? Qarang.
Plan Chekka yo'q edi, qo'yamiz. plan yo'q edi deyapsiz. Nega qatdan paydo bo'ldi bu yoqqa kelish plan? Iftorga chaqirishuvdi. Siz borgansiz, kelishmagan. Bo'pti. Telefon qilgansiz, oz degan. Oz ishkansiz, demak fikirlar. iftordan keyin ovqat hazm qilish kerak edi. O'shanga yurib keldingiz. Yurgandim, navbatga kelib kulaman deb o'ylab. Kulaman deb. Nima yedingiz iftorligiga? Asoqdaymi? Yengil narsa yegan bo'lsa amaliymiz. Afsus, bugun boshqa show yo'qdi. Siz. Lekin kechikamiz biz. Rahmat. Oldin ham kelgansiz. O'shamikan? Hatto jumladingiz fashist bo'lsa kerak. To'g'ri ekan? Joyi to'g'ri bo'lgan ekan? Sizlarga deb boshlamaydim haziliz? Ha, Do'zona, rahmat sizga kattakon. Shumi? Sog'ligingiz uchun. Sizlarga bugun aytishim shart degan hazillaringiz bormi? Eting, Do'zonani ovqatini hazm qilishimiz kerak bizga. Zagotovkalar bo'lsa eting. Tayyor, hazırlar. Tayyor, hazırlar. Yo'q, mana qaranglar. Mana. Orada bog'chada o'qiylar bormi? Kulgili material ekan. Kulgili material. Biroz gap hazilda emas, gap kim aytishadi? Rostdan ham shu boshchi ketgandan keyin zo'r bo'lib ketadi, to'g'ri? Aqim, men 11 yil Qur'on maktabida o'qidim. Ha. Futbol o'ynayman degan, uyingda yo'q degan. Zamitga qaraydi hozir. Вообще oson. Yoshimdan 12 yosh katta opa bilan tanishdim. Yo'q. Maqtanib chista. Nimagadir meni rasxodga mayaptimi, vatdimi? Tushiryapti. Men 2004-yil, yo'q, patsan. 2004, vashi yosh bola, yo'q. 2004. 21 yosh. Boshlaydi-da. Ukam. 92-yil. Qanaqa qilib ularni chopsam bo'ladi? Shunaqa bo'lib qoldi. Taqdir taqozosi bilan qaysidir qilgan gunohlarim uchun. Shu Taqdir taqozosi bilan ismi sunnatilla bo'lib qoldimi? Mana aybim yo'q. Da, yo'q, bu ham haqiqat. No, opa bilan tanishib qoldim. Bu ham shu chista ismingizga yurib Bo'lishi mumkin. bo'lishi mumkin. Yo'q, real men o'zimni g'alati his qilyapman-da. Men Telegramda ссылка tashlab berdim. Yozdilar, qalaysiz? Speech dotdim. Ne, o'zbekcha yozdilar. Ha, yo'q. Xulosa. Yo'q. Qalaysiz deb yozdi-da. Aha. Yaxshi rahmat dedim. Aha. Tinchlikmi dedim. Samimiyat, просто endi komiklarni dunyoqarashini ko'rmoqchiman dedilar. Xursand bo'lib ketdim. Meni komik hisobladilar. Shunaqa g'alati savollar bilan dialog bo'lyapti. Qaysidir расходный момент такой kinoga namir qilishni boshlayapti. Men специально jinnini yo'qman. Qanaqa jinnni yo'qasiz? Kinoga tushaylik deganda men ishdaman dedim. Haqiqatan ham saharlikka men oshayotganda yo'qman, sen menga yo'qmi dedi. Yo'q dedim. Iloji boricha chopishga harakat qilaman, no opa chopilmayapti. Chunki opam tengi inson ekanda. Duosini olib yuradigan inson ekan o'sha. Может. O'shanga men juda ham qanaqadir недоразумение momentdamanda. Nima qilsam qarilarning qalbi og'rimaydi deb Abdurahmon akaga saharlikka qaymoq yeyish kerak. Siz bizani ovqatda ham hazm qilib olasiz. Siz- Tushundimi? Bunaqa kundami? Keyin zavar shoudan oldin.
keyin zavr yangi qoida qo'yish kerak. Bizdan ko'ra kulgili gap bo'lsa, jim o'tiradi. Sizni qizmingiz keyin safar shomga. Jono, qora ro'yxat qil. Kerak emas u birat bizga. Bu qanaqa chiroyli emasmi? Nimasi yoqmayapti? Yoshi yoqmayapti. Voy, to'ppi. Jiddiymi? O'z oyog'i bilan kelibdi. Bu anuda, ya'ni kiyik oldiga keladi, o'sha oldiga kelib, meni yetsa bu, yemayman men. Ro'za. Uni aybi Ramazon payti kelib qolgan. Podkastlari ham bor aytgancha. Da, tanishi. Yo'q, nima gap emas. Nima gap bo'lsa chopish kerak uni. Uni chopish kerak-da. Yo'q, kimligiga qarab. Rajaboyda pul ko'p. Pul uchun chidamayadi. Men uni takoy patikonga chopmoqchiman, chopolmayman. Uyda uylantirishyapti-da. Foydasi bo'lmaydi. Ha? Oyim ruxsat bermadi. Yo'q, sizni yoshingizda kechiradi bu narsa. Bu nima qilmaydi, men gaplashaman dedi. Oyim ko'rib qoldilar deyish kerak. Yozayotganim. Yozishmamizni oyim ko'rib qoldilar. Unaqa rasm tashlamaskansiz boshqa. Har bir narsa. Ustingizga bir narsa tashlab olaylik-ku. Sizlar Asterix va Obelix kim bo'lasizlar? Oldingi safar ham shu bo'ldi. Mana savol qarang. Dev bilan Patana filmiga taqlid qildinglar. Dimova Pumba'dan O'zingiz cho'chqasiz deydi. Kelsanglar yana ko'rishamiz, gaplashamiz, kulishamiz. Rahmat. Kelganingiz uchun, vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.